O sen qizlarga berilaverma. Bu kechda kallang bilan kirib ketyapsan, tushunyapsanmi? Hozir birman. Nima deysan? Voy bile, bu odam bo'lmaydi. Kerak. Hozir boplayman. Ana takoy qizni qil. Qani qani. Voy billa, boya qizni ko'rolmay qoldim-da. Yo'q, yana bora bilan. Uyingga tayyor sovuqda shuncha kutmay chiqmading. Yana o'sha qizing bilan gaplashingda. Sen yana o'sha qiz bilan gaplashding. Jonga tegib ketding qizlar bilan gaplash. Qachon odam bo'lasan, Jona? Bile, Shodi. Alo, Shodi. Katta bolalar bilan dachaga chiqamiz, borasanmi? Go, qizlarim bormi? Ho, o'zimiz. Ayo, chiqmas ekanman. Jonga tegdi borishi bola. Ya nima bo'ldi, Jo'ra? Kecha Nargiz bilan ko'rishgan edim. Akalar ishlab olib, enamni ko'rsatishdi. Ana, endi qizlar bilan yurmaydigan bo'lding. Endi qizlarga umuman aralashmayman. Bemor charchatib qo'ymanglar. Shodiyor aka, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Bila bu odam bo'lmaydi.